Assalomu alaykum hurmatli YouTube ishqibozlari, musofirda yurgan aka-ukalar, qadrli obunachilar. Mana bugun navbatdagi darvozamizni Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Begobod qishlog'iga mana olib kelib ustanovka qilib berdik. Juda chiroyli, juda ideal holatda chiqdi darvozamiz. Alyumin gulli darvozamiz. 1 kvadratini 1.200.000 so'mdan olib kelib ustanovka qilib berdik. Eniga 3 metr, bo'yiga 3.40 razmerga o'rnagan darvozamiz. O'sha summasi 11,5 million so'mga olib kelib ustanovka qilindi. Darvozamizni materiallari bilan tanishtirib o'tsak, stoykalari 10/5 shiviller, ikki yoni. Tagi shiviller bo'ldi, tepasi 10/5 profil 1.7 stenada. Ichidagi profillari 6/4, 1.7 stena. Listlari ikkilik list bosildi, ikkilik list ustiga mana alyumin gullarni mana chiroyli qilib qo'yildi. Juda chiroyli, juda ideal holatda chiqdi. Tepalari, sitkalariga ham o'ziga yarashgan chiroyli guldan qo'yilib, sitka qilib berildi. Orqa holatlarini ko'rsatib o'tsak, zamoglari o'sha zubur zamog. Shu qorasidan qo'yildi. Zubur zamog'da kraskalari Devo kraska bo'ldi. Xudo xohlasa kraskalar ham ancha yil xizmat qilib beradi. Orqa holatlarini ko'rsatsak, orqalari mana tekis, plotniy bo'lib yopishdi. Sintezatordan qo'yildi. Sintezator. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunday darvoza, naves xizmatlari kerak bo'lsa, ekranimiz pastki qismiga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dostavka ustanovka mavjud. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsalaring obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xohlasa keyingi videolarimizda ham kraska sepish, ustanovka qilish jarayonlarini qo'yib borishga harakat qilamiz. Doim kuzatib boringlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.